umuman men tabiatsevar qizligim uchun bilmadim, atrofga mahliyo bo'lib, men uchun qiyinchilik tug'dirmadi masalan. Atrofda bordir go'zal bir gulzor. Qiyinchilik tug'dirmagan birinchi kun, chunki umuman o'zi birinchi, ikkinchi haftalar qulupnay terishni o'rganganmiz. U biz uchun yangi ish bo'lgan. Цементный завод. Я. Mana shu 10 minutlik tanaffus paytida, ish vaqtida uxlab qolardim, o'zim bilmagan holatda. Hammadan ko'p tergan kunim bo'lgan. 49 ko'pa terganman. Ketma-ket 3 kun bo'lgan menda, hammadan ko'p tergan kunim. Oh my god! Wow! Ha? Adashib. Avtobusga ko'p kech qolardim. Nimaga? Ovqatlanishga vaqt yetmasdi. Men ham avtobusga 2 marta kech qolganman, ulgurmaganman, ya'ni avtobus yurib ketib qolgan. O'sha kuni ishdan qolganman. Bir kun avtobusdan kech qolganman, chunki soat 4 da ish deyilgan bo'lsa, 4 dan 10 daqiqa o'tgandan keyin ish deb o'ylaganman. Avtobusga men juda ko'p kech qolganman. Jumladan eng esda qoladigani bitta xonada 7 kishi turardik-da. O'sha 7 kishini birdaniga uxlab qolganmiz-da. O'sha kuni salkam 120 yevrolik ishdan qolganmiz. Qancha tergan bilmadim, lekin bir kun ko'proq teravergan kunim dam berorgan. Manda ham shunaqa, o'sha oqlar chiqqandan men ham qanday yeganman. 3 kun 3 kun qanday berganman. Muqaddamaganman. Bu faqat qizil terardi. Oq ko'p terganini brigadalar qutqarib qolardi. Ko'p mashinaga borguncha ishni ko'pani to'xtatib to'kib tashlardi. Pishmagan qulupnay tergan vaqtlarim bo'lgan, chunki deylik bitta ko'pani ichida o'sha baribir chiqardi. Men boshida terishni bilmagan vaqtim, umuman terishni bilmagan vaqtim adashib terib qo'yganman. Shu birinchi, ikkinchi ish kunlari, keyin o'rganib oldim, keyin mendan zo'r teradigan yo'q edi. Stop it. Ba'zida oq qulupnaylarni ham terardik, chunki biz tez terishimizga to'g'ri kelardi. Strechidan, ya'ni yana bir sherik tushardi bizga. O'shanda tezroq terib ketishimizga to'g'ri kelganda, uni oq qizilga qaramasdan tergan kunlarimiz bo'lgan. Pishmagan, ya'ni aslida pishgandek ko'ringan, uzvosam u yog'i oppoq bo'lib turgan qulupnay bo'lgan. Kunning oxirida ogohlantirish olganman. Choy mobaylidan qaytib ketish umuman xohish bo'lmagan, to'g'risini aytsam. Chunki juda ham yaxshi ko'rganman. Iloji bo'lsa qovurardim ham. Stop it. Ketish xohlaganman, lekin ketishimiz oldi sayohat borligi uchun yana davom etganmiz ishlagani. Here I come. Orada qaysidir oyda o'rtada ish anaqa eng qiyin vaqti bo'lgan vaqtda o'shanda ketgim kelgan uyga. Juda qiynalgan vaqtim. Fillarni milliy taom deb bir tansiq taomni nazarda tutmadim. What's that, brother? Guruchli pishiriqcha. Shundan yeb ko'rdim. Nice. Bir ayol bor edi, 25 yildan beri o'sha yerda turmush qurib yashayotgan. Shu menga tayyorlab bergan edi. Menga ko'proq tayyorlab kelib berardi. Sen yeb ko'r, sen yaxshi ko'rasan yangi taomlarni deb. Finlyandiyaniki emas, ukrainlarni ovqatidan anaqa qilardik, yedik. Qo'ziqorin men terib kelardim, afzal pishirib berardi. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Borgandan keyin ko'proq ukrainlar bilan ishlaganimiz uchun faqat ukrainlardan tanish orttirdik, lekin finlardan uncha tanish orttira olmadik, chunki
shaharga chiqqanimizda ham faqat avtobusda borib avtobusda qaytardik. Finlar bilan ko'rishga vaqt bo'lmasdi to'g'rirog'i. Shuning uchun tanish orttirmagan finlar. Finlar bilan tanish orttirish qiyinroq bo'ldi, chunki ular aholisi juda kam. Ham ko'chalarda sayr qilib yurganimizda ham chiqishmas edi. ismi nima edi? Markus kim edi? Yo'q, baliq olib kelardi-ku. Henrik. Lyuda Ukrainku. Lyuda. Yana. Biza dam olish kunlari magazinga chiqamizda, o'sha asosiy aholisi shaharda yurgan bo'lardi. Shunda ko'pincha ko'rishib gaplashardik. Shunda do'stlashib qolganmiz. Bo'sh vaqtlarimizda shu aylangani chiqqanimizda ko'pincha ko'rardik. Finlar ham aylangani chiqishardi. Shu paytda do'stlashib, gaplashib turardik. Nima deyish mumkin? Do'stlashish borasida menda yaxshi omadim kelgan, chunki butun boshli sostavda eng ko'p magazinga boradigan odam men edimda. Shaharga borganimda asosan ular dam olish kuni, ya'ni shanba, yakshanba kuni o'sha shahar ichida bo'lishardi. Tanish odamlarimni aytsak, o'sha magazinning bitta kasr qizi bor edi. A few moments later. Uni pullisi bo'ladi, bepuli bo'ladi-da. O'sha bepulga borganimizda ikkita xolacha bor edi. A little longer than a few minutes later. O'sha bilan do'stlashib qolgandik. O'z finlar bilan do'stlashganimiz bir qo'shnimiz bo'lardi, Markus degan. Shu bilan birinchi yil borganimizda tanishgandik. Biz asosan dam olish kunlari baliq tutgan ko'lga borib turardik. Shu paytda tanishgandik. Men boshqalarga o'xshab dam olish kuni kutmasdim. Haqiqatan ish kuni bo'lgan bo'lsa ham, 2 gacha ishlarmidik, 3 gacha ishlarmidik. Tap choyni ichib, yana chiqib ketardim ko'chaga. O'sha velidam pishkom farqi yo'q. O'sha maqsadga soatiga borib olishdi. Shunaqa 74. Bundan tashqari bizda Henrik ismli bir yoshlari katta kishi bor edi. U kishi faqat baliq tutib bizga olib kelib berardi, ya'ni biz turar joyimizga. Undan tashqari biz ko'l atrofiga borsak, kemalarga tushirib aylantirardi. Qahva, bu qahva ekan, ularda kofe. Keyin moy salom, moy xayr. Moy salom-ku. Moy xayr. Kitos rahmat degan. Kommenta degan so'z bor, xayrli tong degan. Yana aytgan xayrli tong degan. Men biladiganim o'sha o'zimiz fermaning nomi Makina Mansika Pulpinay zavodi. Tervetula, xush kelibsiz. Bo'pti. Pida, mina pidan. I love you.